agar qozon sharoiti mana qator arasiga sizlar kartoshka eksanglar, ko'p hosilga olasizlar, ko'p hosil olasizlar. Sizlar ochiq maydonga ham ekish kerak mayli, lekin qator arasiga mana hozir bo'sh yer, qator arasiga kartoshka ekkan bo'lsanglar, hozir katta daromad olgan bo'laydi. Bu eng qadrli joy. Muhtaram prezidentimiz qadamlari tikkan joy. Yaxshi o'qish kerak, qadriga yetish kerak. Mana shu yerda barakasini berib, zo'r bo'lib ketasizlar sizlar. Kim bilan ishlaringizdan tuman hokimi chiqadi, davlat xavfsizligi boshlig'i chiqib qoladi. Bu hech kim aytolmaydi. Bu peshona. Har bir o'qishga yoki bo'lmasa har bir kasbga xunt bilan ichiga kirib mukammal o'rgansa, o'shanga Xudo beradi. Yuzaki ketaverganga bermaydi hech qachon.